Assalomu alaykum Buxoro xalqi. Bugungi yangi obzorimiz 3 xonali 78 kvadratga ega bo'lgan, chiroyli qilib ta'mirlangan xonadonimizga yetib keldik. Xonadonni obzorini kuzating. Bu xonadonni ta'mirlashda pul ayamay sarflashgan, narxiga juda ham arziydigan xonadon. Ketdik. Birinchi zal qismimizga o'tamiz. Zalimiz anchagina kattagina. Chiroyli qandillar, natijnoy patologda ishlovlar berilgan, moyishi aboylardan qilingan, pardalar ilingan, chiroyli yumshoq divanlar qo'yilgan va televizion zonani dekorativ ishlovlar berilgan. Gilamlar to'shab qo'yilgan. Bu yerda ham dekoratsiyalar ishlari olib borilgan. Hozirgi zamonaviy trenddagi eshiklar qo'yilgan. Bu kattalar yotoqxonasi, did bilan ta'mirlaganlar. Xonadonimiz birinchi liniya Sentralniy aptekaning ro'parasida joylashgan. 5 qavatli g'ishtli uyning 4-qavatida 3 xonali uy. Bu keyingi xonamiz, bolalar yotoqxonasi. Keyingi obzorimiz bo'lsa oshxona. Oshxona qismi chiroyli qilib mebellar bilan jihozlangan. Vitishka, gaz, двухконтурный kotelimiz mavjud. Stralni uchun joy tashab o'tilgan. O'tirib ovqatlanish uchun chiroyligina zona tashkil qilib qo'yganlar. Pardalar ilingan, yorug', keng. Sanuzul xonamiz bo'lsa совмещенный bo'lib, ariston mavjud, sensorli oynalar qo'yilgan, rakvina, unitaz, vanna, patologgacha kafil qilingan. Xonadon sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Biz sizga xonadon sohibi bo'lishingizga yordam beramiz.